bir ruh, bir jasoratda xalqim jasoratga to'lgan, qayg'ular ichidan takror tik turgan, zimistondan bix urib chiqib, insonlik burchini namoyon qilgan. Ət üçün, avlodlar üçün mehnat tərlərini töküyatqan, mörini möriga tirib, qo'lni qo'l tutgan, qayg'ularga hamxon, armonlarga darmon, oyim bugun. Assalomu alaykum aziz xalqim. Qurban hayitlarga muborak bo'lsin. Qurban hayitining barakatli qadamlari ona yurtimizga hurlik, mustaqillik olib kelgusi. Kamini Sirajiddin Fatih'dan en oliy salom. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida mush paytda Karvan sadasi 2022 yillik oyim markasini televizor oldida ko'rib, yetliq kuylarimizga jo'r bo'layotgan aziz vatandoshlar, do'stlar dinlaridan sizlarga oyimlik salom. Gerçi bu yıllık kurban heyetimiz dünya vaziyeti cheksiz davolg'ushlarni, yani urush, vaba ve ekologiya tangpongsizliklarini birli vaqtda boshdan kechirayotgan vaqtga to'g'ri kelgan bo'lsa-mu, biz yanada bir-birimizning qurban hayitini tabrikladik. Hurlik shaydalar bo'lgan aziz xalqimizning qurban hayit tabriklarini yanada o'zimizni eng go'zal shaklda ifodalab beradigan san'atlarimizga murojaat qildik. Mo'ng'uq sozlarimiz orqali cheksiz qayg'u hasratimizni ifoda qilgan bo'lsak, shu xalq ahonlarimiz orqali mangu suyib yashaydigan go'zal hayotni kuyladik. Qani, Siraj aka, bugungi bu ayamlik numaralarimizni ayni zamonda G'ulji inqilobining fidokorligi va harbiy ishlardagi yuqori saposi bilan ikkinchi qitimliq o'z mustaqilligini jakalagan, talay voqealarga shohid bo'lgan, shundaqla qadrlik dadamning kindiqini to'kilgan, ashu ili vasida yangrgan ili xalq naqshlaridan boshlashga ijozat qilsanglar. Batur ve emgekçan Uygur halkımız özünün tarihi keçirilmişlerini, yarkın senetlerindeki mengü unutuyalmaydıgan ölmez nakşilerini, altın kalemleri de mengülük abidi süptedi yazıp kaldırdı. Emi şu nakşiler evlattan evlatka mengü yanrısın. Hoş sanım. Emise şu güzel ili vadisiga merhamet. Eli Uygurları ötmüşte nurg'unlagan eg'ir kulpatlarni beshidan o'tkazib, talay tarixiy voqealarga shohid bo'lg'achqa, muhabbat bilan billa ijtimoiy reallik aks ettiradigan mazmunlar ili xalq naqshlari tekstida ko'p salmoqni egallagan. Xalq naqshlarini yurishlashtirib aytish va har bir yurish naqshlarining oxirini marg'ullar bilan tushirish Uyg'ur klassik muqomlarining ili xalq naqshlariga ko'rsatgan ro'shan ta'siri. Shunga ili xalq naqshlari yiqimliq, mardona, jarangliq melodiyasi va chunqur fikrlik go'zal tekstlari bilan bir butun Uyg'ur xalq naqshlari g'azinasida alohida julalanib turdi.
Aziz kırındaş ve aziz dostlarım, hemminlarınki heytinlarını tüm kalbimden, yani yüreğimden kalbi selam ve sevgi, hürmetlerim bilen mübarek olsun deymen. Allah sizlere bu çet ellerde bolsumu öz yutunlarını unutmasın, öz karındaşlıklarını tekrar çınıtıp hemminlarını bahtiyar ve nicat bulup dua tekbir bilen öz yutumuzga bir günü koşmamızını Allah'tan tilep sizlerge kalbi selamlarımı yollayman. Heytinler mübarek olsun. Heytinler mübarek olsun. Köp köp sizlerge selam yollayman. Esselamu aleyküm. Dünyanın her kaysı bulun pişkakları yaşayatkan suyumlik, aziz, Şarkı Türkistanlık, Uyguristanlık kırımdaşlarım. Mana ulug' Qurban hayitimiz kep kaldı. Men sizlarni Qurban hayiti münasibati bilan Karvan sadası programımız orqali sizlarni chin ko'nglimdan Qurban hayitinglarni tabriklayman. Hem shuning bilan birga kelasi Qurban hayitlarni ulug' vatanimizning qo'ynida Allah'ın takdir kısmetleri bilen xayrlik Qurban hayitlarni vatan qo'ynida o'tkazishga Allah'dan tilayman. Hem sizlarga sog' salomatlik, amallik, xotirjam turmushlarni tilayman. Assalomu alaykum. Assalamu alaykum qarindoshlar. Qurban hayitlar muborak bo'lsin. Aslida bugun hit bo'lgandan keyin bir jo'shqin, shodiyona, ko'ngilni xush qiladigan she'rlarni o'qibasam bo'ladi. Lekin hayotimizda, qalbimizda nima bo'lsa qalam shu chiqadigan afsus unda she'rlarni ekranidan tuvan she'rim orqali Qurban hayitlarni muboraklayman. Yeganisan. Sening boshqa o'xshashing bormi? Yeganisan xiyollarımda. Men nadan qiz adaqi sahar uzab ketgan bag'ringdan asta. Çalmısammu yaqimliq kuy, tilab qoldim oq yo'lni menga. Ishqim bilan berarman aytib, chal yerilgan oyoqlarimga. Mag'rurliqim gudakligimni jinim bilan qoldirgan sana. Mag'rurliqim sen bergan g'urur, nodonlikda titraydi yurak. Tutilmak halaldır sensiz rahatta, ne kaldı ilkinde hicrandan bölek. Binava kuşlarının pervası yokmuş. Bu hicran hasırtı yürekki uqmuş. Bulutlar titreydi tükelmey yaşın. Bu kimnin hasırtı azabı ahır. Ketmekten bedeli güncümü eğir. Bir yenip düşmek mi yanmak mı yakır. Özümlü qaytib sana kökkende. Senin aldığında men özüm emes. Ah yıldızlar nurun tökkende. Köz kısışı tandı yütkende. Bilip kaldı men üçün emes. Şamaldek uçup kettim kim desem. Adaştım mı özümlü yaki. Özgü bir cennetke yettim men desem. Adaştım mı sözümlü yaki. Simsim yağmurda tüküldüm desem, adaştım mı közümde yaki. Tizimni kucağlap püküldüm desem, zenger asmanga yükündüm desem. Namertten ne gurur, ne kahramanlık. Zalimden ne söygü, ne mihribanlık. Allah'ın buyurgan bir günü çokum, cezası gazıbı taşar üstüge, ziminin nefreti yağar üstüge. Bedbaxtning qo'lida qayrilgan qilich
Qaladı özünün tömür qıpiga. Seni əsləymen, əsləb ölümən. Əsləb ölgəşkə külüb ölümən. Quyuğunu kuyləb ölümən. Sən köygən zindanda yürüb ölümən. Rəhmət əmandağa. Turpan qadimi Yipek yoluning tuguni bo'lishdek alohidaligi, coğrafiyalik o'rni bilan o'ziga xos parlaq madaniyat yaratgan tarixiy madaniyatlik yurt. Emgekchan, botir, aql farosatlik Turpan xalqi go'har zimin deb ta'riflagan bu ona ziminni so'yib, jahonga mashhur idiqut madaniyatini yaratib, Turpan bo'stonligini avloddan avlodga yashartib kelgan. Cümleden özlerinin nihayeti uzun ijtimoiy turmushi, amaliyat jarayonida har xil naqshi muzikalarni ijod qilgan. Bu naqshi muzikalar muhabbat naqshlari, to'y naqshlari, halmung naqshlari, tantana naqshlari va diniy urf-odat naqshlari qatorliq turlarga bo'linadi. Qo'yiq yerlik purig'i, ritm o'zgarishchanligi, ravonligi, rangdorligi bilan boshqa yurt naqshlaridan alohida farq qilib turadi. Xitayning Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan qattiq besim siyosati Amerika, Kanada, Angliya va Gollandiya qatorliq 9 davlat parlamentlari tarafidan birdek irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan. Shuning bilan birlikda yana bir qism Yevropa davlatlari Xitayning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini orqa-orqadan parlamentlarda o'tirg'i qo'yib ayblayotgan. Amerikada arka-arkadan Uyg'urlar to'g'risida qonunlarni ma'qullab, butun dunyoda kuchli ta'sir paydo qilayotgan bir paytda turmoqdamiz. Lekin Xitoylarning Uyg'urlarga ilib berayotgan jazo lagerlariga sulash
qiynash, tan jazosi berish va qattiq bostirishga o'xshash odam qilibidan chiqqan siyosati davom qilmoqda. Butun dunyodagi musulmonlar Qurbon hayit tantanasi cho'milgan bir paytda muajiratdagi Uyg'urlar bu hayitni ko'ngli yermalda kutib oldi. Ular Qurbon hayitini o'tkazayotganda ko'ringani bilan qalbi vatandagi og'ir zulmlar va tutqun qilingan urug' tuqqanlarning o'tida puchullanmoqda. Bundaq og'ir vaziyatda Qurbon hayitini kutib olgan Uyg'urlar qayg'uni kuchga aylantirib, birlik ittifoqlik ichida Xitoy hukumatining razil siyosatini dunyo jamoatchiligiga tushuntirishga tirishmoqda. Uyg'urum Abduri Aygül Yusuf. Pelek ecep tədiri geldi Uyg'urum sana. Her zamanda ünüp turdi yolunga tiken. Tün uzurap atmıdı tang sanla fakat. Meş'el yıkıp yurtarga bir dostum yokken. Şerbet sunsan zəhər berip qasliga şiraqib. Her tarixda qan yişingning o'chmas deg'i ba. Uyg'ur degan saltanatning tojisi bo'g'ash. Her makanda ko'ralmasning yomon ko'zi ba. Günah emas Uyg'ur bo'lib yashayotganim. Günah faqat gül vatanda ishning yurgeni. Alam qilar manzillarga hech yetmay turib. Karvonlarni shu ishlarning qo'g'lab yurgeni. Sap nasillik inson zoti Uyg'ur sen o'zing. İblis bilan qo'shilmaydi abadga qinin. Qon ishmaklik chilbörining xumari abad. Al qo'lingga o'q yaringni chiqmasdin jening. Bir shumliqni tilab faqat o'qishchi qirar. Qora tunni vahimiga to'ldirib har on. Vatan bag'ri zulmatlarga asir qiling'ash. Yuraklarda qayg'u alam bo'lmadik aman. Uyg'ur darding yetar oxir palakka bir kun. Bulur shunda dushmanlarga qiyomat qoyim. Allah bergan hayotingga erkinlik yig'ib. Bulur sana her tamanda ek bayram daim. Kardeşim yok, sınırımdan yoldaşı yok, sınırımdan oğlu yok, benim oğlum yok. Bizim suçumuz ne? Akşamda güller hem sulgan, güller hem tıngan. Bağı bostalli Kavristan'a aylangan. Ümit üzülgen armanlar ölgen. Vahime basgan Gül cahanni bir mu insan yok. Avat şehirde
cesetler Hammalgan günahsiz milyonlab masum insan öz tilda sözleşti de terbiyeleştiken atılar mecburlap öylünüptü sınırlarga zalim hayvan yalmavuzlar mutlu öyde anılarga koşmak tutkan İşleysen dep masum kızlar setiliptu zavutlarga atsız yetim balalar tutuluptu darıltamga Sağlam yaşlar ezaleri setilip tukar bazada Sallamlar özgürüm Oktu bugün nihav ohav Ayşe adlı kızlar atılıp duvam koncan Günahsız bu ağlar öldürülüp tutulmaylar Ah atsız yetim balılar Donlap ölgen kucilarda aziz halkim Ümit üzme ey ana yurt Biz atlandık bu güreşke O yıl taştek uyuşu Allah verse bu nusretni Bizgilerimiz sep bulur Zalimlarni yığlat bu der Buğuz gibi küçlük bulur Lepüleydu asminimda Göz çaplıtıp şu günü Ay yıldızlık gök bayrağı Ey anam akan Ay yıldızlık gök bayrağı Şerqi Türkistan Kumul Ivergul nəğməsi miladından burunla G'arbi yurtning naqshi usul muzikasi qatorida shuhrat qozonib, o'tiri tuzlanglik muzika san'atiga zo'r ta'sir ko'rsatgan.
Qumul xalq naqshlari Uyg'ur xalq naqshi madaniyatiga eng qadimgi musiqa boyligi bo'lish sifati bilan İslamiyettin ilgariki davrlardan boshlab xeyli yuqori saviyaga ko'tarilib, makon va zamondan halqib, jalbkor sehriy kuchini namoyon qildi. Qumul xalq naqshlari asosligi tarixiy voqealar va xalq dostonlaridagi xalq botirlarining ish izlarini, tarixiy shaxslarning ijtimoiy faoliyatlari, hayot muhabbat sarguzashtlarini bayon qiladi. Dünyadaki barlıq Uyğur qarindaşlarga assalom va oliy ehtirom. Hammangizlarning Qurban bayramıga muborak bo'lsin. Men bugun yangi sizib atgan
icadiyetining oldida o'ltirib, dünya Uyg'ur qarindoshlarımning Qurban hayitini muborak qilgim keldi. Hammamizning Qurban bayrami shod-xo'ramlik ichida o'tsin. Assalomu alaykum Sharqi Turkistonlik aziz qarindoshlar. Hammanglarning muborak Qurban hayitinglarni qizg'in tabriklayman. Bu muborak Qurban hayitining islom dunyosiga va shundaqla Türk dunyosiga xayrlik bo'lishini tilayman. Ezilgan, jafokash, sabrchan, fidokor Uyg'ur xalqi uchun ozroq bo'lsa-mu xo'shallik va huzur elib kelishini tilayman. Xalqimizning nijotiga sababchi bo'lishini tilayman. Mushu munosabat bilan hammanglarga oliy ehtiromimni bildiraman. Kucha qadimiy yurtlarning biri. Kuchaning qadimiy ismi Ko'san bo'lib, bu munbat zaminda xalqimiz jasoratlik ro'yi bilan yashamoqda. Kucha xalq naqshlari dunyo g'ayriy moddiy madaniyat miros tizimligiga kirgizilgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Kucha noyisida 146 el ichi madaniyat mirosi, 100 dan ortiq madaniyat varisini qezib chiqib, Kucha naqshlarining texim beshiga ul soldi. Olma
Assalamualaikum. Vatan sırtida, vatan otu bilan yaşayotgan vatandaşlar, ben Dünya Uyghur Yazıqçılar uyuşmasi ve barliq a'zolarining nomidan hammalarning Qurban hayitini muboraklayman. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Ben bu munosabat bilan bizning yangidan nashrlangan Edi Guli nomidagi bu she'rlar to'plamidan ikki parcha she'r o'qib beray. Birincisi tang atıdı. Atamның deyişçe, babam atamға tang atıdı deb ölüp ketken iken men tug'ilmasda. Atammo tang etishdan burun ölüp ketdi. Miras qoldirib bu so'zni menga. Men bu so'zni deyishga jur'at qilolmadim balamga. Men faqat azap bilan pat-pat qarab qo'yman osmonga. İkincisi qaytılgan yol. Men ketyapman. Şikimden çıkan talay yıllardan beri mangan yollarımda izim kaldı, ismim kalmadı. Her günü mangan yolunda faqat yürükümü uçurtman. Yol boyida qazan bolgan aslimeler, qabri taşlarga ketip kalgan yat namlar, tushimning qirg'oqlarida o'tirib soladi menga nazar. Küzümden tamçılavatkan qara yosh, ismim bilan manidash. Men ketyapman. Yollardan uzoq bir kecha, mey qalmagan panarda turar yine. Men ketyapman. Ko'z yoshimda oqmagan tenimni ko'tarib, ungan yerimga. Ne kadar güzel yollar ichida qaytadigan yo'l faqat uyga. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Biz yana nayti parishonlik ichida 2022 yillik Qurban hayitini kutib oldik. Men oldi bilan hammanglarniki Qurban hayitini tabriklayman. Muborak bo'lsin. Endi xabarimiz bo'lgandek vatanning ahvoli hozir bak ichinishliq. Biz shunday kunlarda vatandagi xalqimizni, urug' tuqqanlarimizni hamma bak sig'inamiz. Biz üçün bayram ötküzüş naydı qiyinli to'xtayotirdi. Aştaq bo'lsa-mu, men hammanglarniki shu qurbayetini xo'shal-xuram ötküzüp imkon bor uzunroq yashashga tirishishinglarni umid qilaman. Oldimizga vazifa bak og'ir. Aştaq bo'lg'achqa bizning fursat kelgan chaqda xo'shal bo'lgan ishlar bo'lsa xo'shal bo'lib, qolgan vaqtida vatanni, xalqni qalbimizda mahkam saqlagan asosda yashamasak bo'lmaydi. Bu demasa Amanlarga yana bir qatam xo'shallik, xotirjamlik, sog'lomlik tilayman. Dünyadaki hürmetli Uyghur qarindoshlarım. Buni kelayotgan Qurban hayit bayramidan chin ko'nglimdan tabriklayman. Menga qo'shilib, O'zbekistonda yashayotgan ko'p Uyg'urlarmi sizlarga salom olqishini aytyapti. Ben bo'lsam institutda ishlayman. Professor, O'zbekiston xalq rassomi, akademik, hem Rossiyaniki ve dünyada nurg'un rekord Guinness sanab kirganman. Mening ismim Lekim Ibragimov, hokim o'g'lim. Ona qaranglar balalarım. Bunu oldimizda turgan bepoyon tuproq bizning ota-bobolarimizni kindiq qani to'kilgan ana zamin. İlgiri bu joylar cheksiz ketgan ko'l. Bepoyon bök baraqsan to'g'riqlar edi. Alnimizda oqib turgan qaysi daryo? Alnimizda oqib turgan bu daryo ana daryo tarim bo'ladi balalarım. O cheksiz ketgan cho'lliklarni kezib biz Lopluqtaning hayatlık yıldızı boğan Lopnur köliga akıp baradi. Bu daryoda balık var mı? Oğlum, balık var. Elbette balık var. Biz kichik chaqlarimizda daryo ko'llarda balık, jang'allarda o'laydik. Sizmi o'g'lab baqqanmidingiz? O'g'lab baqqan, qizim o'g'lab baqqan. Men yosh chaqlarimda usti palgan qovul balıqchi edim. Biz arg'amoqlarimizga minib kiyik jaran, qotaz töge, hatta yolvaz,
şırlanım oğlap bakkan. Biz oğullarımızı alıp Nusret bilen qaytib kelgenimizde yurt ehli biz ovchilar şerifiga kattı bezmilerini rastlap meşrepler qilib beradi bolalar. Selam. Aleyküm esselam. Fakir, ovchi mergenlerini başlap, Qarchug'dagi dağlık mergen, Qadir Qushni başçılığında Qiqa, G'oday, Yangamelle, Jigdi başlap qatarlıq joylarni kezib, 16 maral, 9 kiyik, 22 jagran, bir yo'lbars bolasini ovlab keldik. Palgallah, aşkallah. Çarım ellisideki balıkçılardan yutaklık selam. Yurtumuzdan çıkan 30 balıkçı, Dönkotan'daki dağlık balıkçı, Kadir balıkının başçılığında Qaçuğa, Dönkotan, Aksopu, Çara, Tayizköl, Oymankөл, Küzlek, Qatarlıq jaylardaki derya köllerini boylap 6 keme balık, 3 tane balık mayı, 2 min gaz tuxumu, 3 min ödek tuxumu, 80 tane su çaşkınını oğlap geldik. Yigitlerge barakallah. Bu kıtımkı küzlük olda palıgan batırlarımız köp cepa çekti. Ulanın oğlap gelgen nimetlerinin yarımını kışlık ozuk tölük için sokumu kılınlar. Yarımını yetim yasır, garip kuvarlığa bölüp verinler. Balıkçılarının serdarı Lopnur çekesinde işlengen belvak bilen tartıklansınlar. Ovçularının serdarıga arguma kamçısı hediye kılınsın. Dağıt boz yigit. Fakirni arzalım ba. Hani ayta. Ben özüm batur idim. Tavdı kiyik atur idim. Mal hayımı kırdı koyup 40 kızı kollar idim. Yarım tağa buğdayını hiç küçümey atur idim. Yolvas oğa çıkıp gelse uvası da yatır idim. Tökü yolvas tükürse tanavını tapır idim. Kemini fakir manımuşunda batur pelva durup niminigi alıkı şöhret kemeri biz ovçularga verilmey yalan tuş balıkçılar verildi. Şu an acaba ettim. Şu şunda. Bu işte oylasak biz ovçu mergenlerinin oğuz taşıdı. Kahır kazıp emez köz deryasıday dolkulap taşıdı. Taşıdı. Hay hay! Hay hay! Balıkçılarının töpsüge müşte közümge kim kevu? Bizgi versin! Kim kevu? Kim kevu? Kim kevu? Kim kevu? Kim kevu? Kim kevu? Versin!
Ana yurt. Abdoli Hamid Nasriddin. Mikrofon oldida Qaraxon. Ana yurtim seningdi men tepib qadr qimmatni. Seningdin oldim chin so'ygu, haqiqiy pok muhabbatni. Beqib qo'yningda o'stirding, tunutding haq adolatni. Ajrni qayturay amdi, ilohim bergin fursatni. Vatansiz elgi rahat yo'q. Tonup yetti aziz canla. Bu hicranda akmaydı tomurdu ravan kanla. Judalık bekli iğirken davası fakat senla. Düşendik biz musafir bop senindeki hikmetni. İnsan keldi tupraktın. Yanar elbette tuprakka. Ölsen armının yoktur. Kömülsen yurtungdu bir takka. Zerici tamayim yok. Vatan sırtıda kalmakka. Tikeyli bu yoldu biz canni. Silip düşmemgi zilletni. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz vatandoshlar, millatdoshlarim, oldimizga kelayotgan Qur'on hayit bilan sizlarni tabriklayman. Mana bugun men sizlarning Qur'on hayitingizni tabriklashda Avstraliyaning Sidney shahrida ochilgan, ya'ni 2019 yil 7 ayning 1-kundan tortib xalqimizga ichilib, xalqimiz uchun diniy, madaniy va har xil faoliyatlari uchun xizmat ko'rsatayotgan shahidimiz, ustozimiz Muhammed Salih Damullamning nomiga berilgan markazimizdan sizlarga salom yo'llayapman. Hayitlar muborak bo'lsin. Turmushinglar xotirjam, oilanglar inoq, teninglar sog'. Ikkinchi kelarki hayitlarimizda
ana vatanimiz Şərq Türkistan'da birli bo'lishni Alloh nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum vatan ishchi va sirtidagi barliq Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar. Bugungi Qurban hayitlaringiz muborak bo'lsin. Men Kanadadagi barliq Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarga vakolatan Qurban hayitlarini qizg'in tabriklayman. Qurban hayitlaringiz muborak bo'lsin. Ayni yillarda vatan bağlarida, yet tantanisida el elni söygen şairlarning büyük otluk misralaridan anlaylı. Ularning ko'pchiligi biz bilan vaqt vidalaştı. Ko'pinchisi bizga miras qoldirgan o'lmas asarlari orqali bizga va vatanning o'tida kuyib, suyida iqishga jasorat berdi. Shundoq. Xuddi Abdurahim O'tkir efendim tasavvuridagi muqaddas vatanimizning bir chimdim topsumu bizga tutiya. İmin Tursun efendimning she'riy miroslarga mujassamlangan aziz tuproq bizning yiltizimiz. Qurbaniyatlik salomlarimiz vatan dardida puchlangan qalblarga madad bergusi. Seg'inish va salomlarimiz üzülmez karvan sadası bilen vatan tuproqiga yetgusi. Güzel yurt, ey aziz el, sana min ehtiram. Bu mübarek Eid Kurban şanı birle, esselam. Esselam, ey gül şefakı pürkünüp yatkan zemin, medhiyemni en evvel Boğda anamdan başlayın. Ahlicek, başını kuddus gamgüzar Boğda anam, oturup sen kökgilen berkarar Boğda anam. Her sabah baksam senin çehrinde ikbal zilvesi, çünkü tac kiydin kuyaştın, bahtiyar Boğda anam. Esselam Tanrı tağ atı makanım, oğducun gar solunda tekli makalim. İli tarım durdanen bağrın bıraksan, sen de erkim hem bəxtim hayatlık kanım. Bugün bayram koynunda hayat paynidi, sazcı bulbul şəninge mukam sayırdı. Rakkas oğul kızların şadiyan oynap, kıldı çolpaz, kıldı ay, köngül yayırdı. Bir
seni kılalmadı Vabadar oğul men bulalmadı Canım ana yürgün ata Azizden sağ durmay ana Tağdek kabitim tek durmay ata Azizden sağ durmay ana Tağdek kabitim tek durmay ata Yüzüm görüşken, izin söyüşken Neyse kılsın mihriban Allah Yüzüm görüşken, izin söyüşken Neyse kılsın mihriban Allah Seni bir gün görmen ana Kollarımda söylemen ata Seni bir gün görmen ana Kollarımda söylemen ata Boynum burcum bilmem adam Ne sıkınsın mihriban Allah Ne desen ana Ne desen ata Yok yeminle bağrım kan yara Neredesin anam, neredesin atam Yok yerimde bağrım kan yara Otish xalqi har bir tarixiy davrga va tarixiy sharoitga xos otish padisiga o'xshash naqshi musiqalarni ijod qilib, bu orqali o'zining orzu istaklari, xo'shalligi va qayg'u alamlarini jonliq til bilan obrazliq misralar va rangdor kuy shaklida ifodalagan. Otish xalq naqshlarini mazmuniy jihatdan tarixiy naqshlar, g'arib musofirlik naqshlari, muhabbat naqshlari, o'lim yetim naqshlari qatorliq 5 turga ayirishga bo'ladi. Otish xalq naqshi qo'shoqlarida inson ijtimoiy hayotining bir butun jarayoni degudek o'z ifodasini topgan bo'lib, bu jihatda Uyg'ur xalq naqshi g'azinasida o'zgacha chaqnab turadi. Tarım 15 pede, baş pede yaman yede, baş pede yaman yede, baş pede yaman yede,
Yaxşı okumay desem oku deydi det yaman. Oku deydi det yaman. Oku deydi det yaman. Oku deydi det yaman. Şal oynap şürey desem gep tapıydı det yaman. Gep tapıydı det yaman. Gep tapıydı det yaman. Gep tapıydı det yaman. Det kile bana kile adet kegenni kim bile. Det kegenni kim bile. Det kegenni kim bile. Det kegenni kim bile. İkimizden adetini yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Yaratan igen bile. Kıymet yurttaşlar, ben aldıveren bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlık kırındaşlarımızın mübarek kurban eğitini tebrikleymen. Bu kurban eğitinden bütün dünyadaki Uygurlarga, Müslümanlarga ve bulup mu bugün yığıveliş lagerlerde turup atkan kırındaşlarımızga, uruk tukkallarımızga bir nicat yolu köstük girişini ümit kılımen rahmet silegi. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Ben Shveysariyadan Qaysar, Shveysariyadagi Uyg'ur jamoatchiligi vakolatan hammanglarning ulug' qurbon hayitini chin qalbimdan tabriklayman. Hayitinglar muborak bo'lsin. Tininglar salomat, turmushinglar xotirjam, baxt mangu sizlarga yor bo'lsin. Men ölsem, Abdurrahim Abdurrahim Paraç. Men ölsem yüzümni içip koyunla. Vatansizda peshonemga yezib qo'yinglar. Ko'rsin xaloyiq mushtaq ko'zimni, uningga yetikani sizib qo'yinglar. Beshim ustiga vatanninki deb moyak bo'lsa-mu tizib qo'yinglar. Topolsanglar bir chimdim tuproq, zamzam o'rnida chechib qo'yinglar. Qog'oz bo'lsa-mu vatanning bo'lsin, kepan o'rnida yepib qo'yinglar. Tushib qolsa bu jonsiz inkim, do'ppam ustidan chetib qo'yinglar. Qo'yinglar chog'da yerlikka tenim, bir doni kamchat qetib qo'yinglar. Qashqirimning samosi, ko'ngillarning davosi, kuch beg'ishlar yurakka, Qashqirimning havosi. Qashqirimning samosi, yet bayramning sadasi, şoňa tatlyk şerindir her bir öýniň gyzasy. Alemde var bir
meşkede Sama kaynaydı Bu aktın bu aygice Mutlu kaynaydı Sınıp ketkiç gündemiz kardeşler ben muğam Nağra usul ağazıydı Dilla yayraydı Xotan qadimiy Ipak yo'lining janubiga joylashgan, Sharq bilan G'arbning madaniyat almashtirish va savdo setiq qilishdagi muhim tuguni bo'lib, bu yurtda tarixdan buyon qo'l hunarvanchilik, tibobatchilik, rassomchilik alohida ro'naq tepish bilan birga naqshi musiqa san'atimi xalq turmushida o'zgacha o'rin tutib kelgan. Bu naqshlarda tog'u daryo, bog'u bo'ston, qumliq makonlarning qaynoq hayoti ko'proq izhor qilingan. Xotan xalq naqshlarining shakli va mazmunidan qaraganda, bu naqshlar xalqimizning qabila urug'doshlik madaniyatidan chorvachilikdan yaylaq madaniyatigacha, yezi egilik bo'stonlik madaniyatidan qal'a va shaharlar madaniyatigacha bo'lgan uzoq reallik muzofisini ro'shan aks ettirib bergan. Allah
O'rta Osiyodagi Uyg'urlar o'ziga xos milliy madaniyat an'anasiga ega bo'lib, madaniyat, ma'rif, ilm-fan va boshqa turli sohalarda zo'r natijalarni qo'lga keltirib, o'zi yashayotgan jumhuriyatlarda belgilik ta'sirlarni ko'rsatdi. Hozir zaman O'rta Osiyo Uyg'urlari bir butun Uyg'ur xalqining muhim bir qismi. Ularning yashagan davlatlari va tuzumlari farqli bo'lsa-mu, biroq o'rtaq Uyg'ur madaniyatiga mansubdir. San'at üçün yaşıgan bulup can pida, ruhi baylık yaratan azizlerimiz, ötmüşlerini sözletken alem algıda, sanatkarlar sizlerge tazim kılımız. Ötmüşlerini sözletken alem algıda, sanatkarlar sizlerge tazim kılımız. Yarkın yolunlar, kaldırdınlar sennette Möngü üçmez iz. Yüreklerinin türüde bölek ornunla, sennetkarlar sizlerge tazim kılımız. Yüreklerinin türüde bölek ornunla, sanatkarlar sizlerge tazim kılımız. Mırasını halkımın etken hediye, kudretini sahninin yakşı bilimiz. İzginlikке baslıkan kılıp terbiye, sanatkarlar sizlerge tazim kılımız. İzginlikке baslıkan kılıp terbiye, sanatkarlar sizlerge tazim kılımız. Üstündeyim gururi ruhi milletmin, yaratıcı teknide ana dilimiz. Can köyeri aşığı güzel sanatmin, sanatkarlar sizlerge tazim kılımız. Can köyeri aşığı güzel sanatmin, sanatkarlar sizlerge tazim kılımız. Can köyeri aşığı güzel sanatmin,
San'atkarlar sizlerge tazim qilimiz. San'atkarlar sizlerge tazim qilimiz. Assalomu alaykum. Dunyodagi Uyg'urlar. Sizlarga Sankt-Peterburg, Leningrad, Rossiyadan yalquluq salomini yo'llamoqchi bo'lib, ishga yig'iz o'y fikrimni sizlarga yo'llayapman. Men o'zimni tanishtirib qo'ysam, Rossiyaning Sankt-Peterburgda turyapman. Etim Hamrajon Amroq. Izlarimiz org degan torbetni boshqaryapman. Oldimizda kelayotgan Qur'on aytmaymiz muborak bo'lsin. Oilalarga tinchlik, xotirjamlik, bolajaqlarga, yavrlarga salomatlik, shunga utuq tilayman. Assalomu alaykum. Dunyoning barliq bulung pushqaqlariga go'yo tarix bo'lib kechilib ketgan mening aziz vatandoshlarim. Hammanglarga Qozog'iston diyorining Yarkat shahrida yashab turuvchi vatandishinglar Orif Juma Sarsonidan o'tliq salom, oliy ehtirom. Men ana yutumdan hammanglarga o'xshash amalsiz beşimga panoh izlab Qozog'iston diyoridan panoh topgan bir Uyg'urman. Sizlarni oldimizda kelayotgan ulug' bayramimiz Qur'on hayit munosabati bilan chin yuragimdan qizg'in tabriklayman va utuqlar tilayman. Hammamizni ana yurtimiz, kindiq qanimiz to'kilgan, orzu qilgan vatanimizda didor ko'rishishga Xudo nasib qilsin deb kecha kunduz tilayman. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Toshkent shaharlik Sergeli tuman Uyg'ur madaniyat markazining raisi Tayyip Komlarchi kirib kelayotgan Qurban hayitinglar bilan sizlarni hammanglarni O'zbekistondan yoki Toshkent shahridagi Uyg'ur jamoat nomidan sizlarni chin qalbimiz bilan tabriklaymiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik va uzoq umr tilaymiz. Bereketlik zimin şundaqdaydı. Men bir tilsim g'azina. Nimini armon qilasan, manga ayt. Biroq meni oshquchi samimiy tiliking bo'lsin. Bereketlik ana zimin şundaqdaydı. Baxt izlamsan, kel, mening etaklarimdan terib ol. Biroq qudratlik ham jur'atlik jup qo'ldirim bo'lsin. Bu zimin şundaqdaydı. Meni güzel kalbinglar bilan sug'uringlar. Ilim fan nuri bilan yo'ritinglar. Ömlük ittifoqlik sizlarga kuch bo'lsin. Bag'rimga ozodlik, mustaqillik, erkinlik gul çiçeklarini purkashni nishon qilinglar. Bugünkidek ayem kunda vatandagi aşıq qarindoshlarımızın yetini tabriklashgimi çarsiz holatda turyapmiz. Mana bu mening sizning talaylığan Uyg'urlarimizning bugungi ichinishli qismatidir. Haqiqiy Uyg'ur sevgisi, Uyg'urlik ro'yi cho'qim ma'lum badallarni to'lashni, azob emas, balki sharaf deb bilgan insonlarga mansubdir. Gerçi biz jiroq qirlardan ona vatanimizga talpinib, judolik hislarimizga chidab yashayotgan bo'lsakmi, ajdodlarimizdan bizga miros qolgan Uyg'urlik mafkurisiga varislik qilib, vatan davosini adoqchi elib mangimiz. Xuddi bundan bir asr burun ot yurak shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur aytgandek, erkinlik mashilini kuch ulab ko'tirib mangimiz. Qo'zg'almaganlar qo'zg'alsin. O'yganmaganlar o'ygansın. Uyg'ur demek
uyuşmak demek. Biz Kaysar Uyghur hanım kızları farzandlarimizni vatan davasıga yaramlık izbasalardan kılıp çıkış üçün çetelerdeki barlık imkaniyetlerden faydalanıp kalem ve elem köreşleriga layık azotlarını yetiştireyli. Kelinlar dostlar, birleşeyli, uyuşayli. Vatanda jaza lageri qamlanıp, insanlık şerefli defsen bolayotgan begunoh qarindoshlarımızın davasını qilayli. Qarindoshlarımızın davasını qilayli. Ahirda hammanglarning Qurban hayitinglarga tekrar yana bir qitim muborak bo'lsin. Oyg'on ey faqir Uyg'ur, uyqung yeter. Sende mal yok, endi kesse can keter. Bu ölümdün özünü kutquzmasan, ah senin halın xatar, halın xatar. Ey faqir Uyg'ur oygan uyqung yeter. Sende mal yok endi kesse can keter. Bu ölümdün özüngni qutquzmasang, ah senin halın xatar, halın xatar. Bu ölümdün özüngni qutquzmasang, ah senin halın xatar, halın xatar. Benim o cansızna o'xshaydi tening, şuna yok mu ancha ölümdün g'aming. Kışkırsan kömürlü mayla yatsın, oyg'onmay o'lmakchi sen chup eting. Kışkırsan kömürlü mayla yatsın, oyg'onmay o'lmakchi sen chup eting. Hop dedim beşin kötür uyqungni och, raqibing boshini kes qonini choch. Ko'z ichib atrof obdan boqmasang, o'lsan armonda bir kun nailoj. Oyg'on, oyg'on, Uyg'urim oyg'on, 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 Uyg'udin oyg'on, 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 Uyg'urim oyg'on, 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 Uyg'udin oyg'on. O'zingni yo'g'on ichib atrofga boq, o'z iqboling haqida o'ylan uzoq. Kassi oldin bu g'animat fursati, kelajak ishim chatoq, ishim chatoq. Kassi oldin bu g'animat fursati, kelajak ishim chatoq, ishim chatoq. Echinor ko'nglim sana ay Uyg'urum, saddishim terindishim bir tutqunum. Köyünüp halınga oygatsam seni, anlamaysan zadi nime dolgunum. Köyünüp halınga oygatsam seni, anlamaysan zadi nime dolgunum. Kelidi bir gün pişayman eylesem, Tektiga gapning şu chog'da yetsen. Haqqisam bu chog'da ulgurmay qolam, shunda Uyg'ur so'ziga tan bersam. Oyg'on, oyg'on, Uyg'urim oyg'on, 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 Uyg'udin oyg'on, 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 Uyg'urim oyg'on, 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 Uyg'udin oyg'on. Oyg'on, Uyg'urim oyg'on, 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 Uyg'udin oyg'on, 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 Uyg'urim oyg'on, 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 Uyg'udin oyg'on.
Oygan, oygan, Uygurum oygan, 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 Uygudun oygan, 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 Uygurum oygan, 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 Uygudun oygan. Ey bakır Uygur oygan uykun yeter. Sende mal yok endi kesse can keter. Bu ölümdün özüngni kutquzmasan, ah senin halın xatar, halın xatar. Bu ölümdün özüngni kutquzmasan, ah senin halın xatar, halın xatar. Elim o cansızga okşaydı tenin, şuna yok mu anca ölümdün gemin. Kışkırsan kömürlemayla yatsın, oyganmay ölmekçi mu sen şüphetin. Kışkırsan kömürlemayla yatsın, oyganmay ölmekçi mu sen şüphetin. Hop dedim beşin kötür oyduğunu aç, rakibin başını kes anini çaç. Göz iç etraf obdan bakmasan, ölüsen armanda bir gün ilaç. Oygan, oygan, Uygurum oygan, 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 Uygudun oygan, oygan, oygan.